Assalomu alaykum mehmonlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi Chin güzel yepak yo'li sirasi programmasida qatnashgan mayirlarning chin haqiqiy ovozdan olishga taqozo bo'layotgan barliq qarindoshlar. Shinuri biotexnikasida Sulton zavodida ishlangan go'zallik bilan chin go'zal ko'rim buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Balkim bugungi programmamizda qatnashgan mayirlarning qanday farq qilganligiga hammalar qiziqayotgan bo'lsa kerak. Undaqda oldi bilan mukofot buyumlari bilan tanishib chiqaylik. Birinchi darajaga erishgan mayirni asal makoni g'ulja ishlab sapta va asalni bozorga solgandan beri xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishgan G'ulja Paktil musulmoncha maktab ishlab chiqarish shirkati 200 million qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Ikkinchi daraja mukofotimiz bilan oid katta uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib, Qutyar markasidagi a'lo sifatli yurishlik soda suyini ishlab chiqarib, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Qutyar fan texnika taraqqiyot shirkati 150 million qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Singarji mukofatimiz bo'lsa Uyg'ur tibobatchiligida belgilik o'sish hosil qilgan Shinjong Kinara mablag'chiligi Erkon mahsulotlari ta'minlagan 100 million qiymatidagi avtomobil. Singarji mukofatimiz bo'lsa Samarqandda namoyon so'g'an Shinjong Mo'tvar xalqaro so'tchak shirkati Alzoq kiyimchiligi ta'minlagan 50 million qiymatidagi avtomobil. Shunday qarindoshlar, mukofot buyumlarimiz intayin katta. O'z navbatida bizning mayirlarimizning tayyorligi intayin puxta. Qani, mayirimiz sahnimizga marhamat. Bu kishi suyumli kishilarimizdan, ya'ni o'qituvchidir. Uning kuylariga quloq solaylik. Men bugundan ta hozirgacha xalq naqshi o'yinbop naqshlarni yoqtirib anglayman, ham yoqtirib aytaman. Men naqshi o'qish, ham sozlashdan boshqa yana top o'ynash, sayohat qilishni yaxshi ko'raman. Ota-onamniki, ayolimniki qo'llashi, ham o'zimniki kasbiy aloyidligi, ham qobiliyatimni bir namoyon qilish maqsadida shu Yepak yo'li savdosi programmasiga qatnashga keldim. Men bu qatim bu programmaga qatnashish orqali eng bo'lmaganda ikkinchi bosqichga o'tishimga zo'r ishonchim bor. Chunki g'alaba peshqadamimiz. Zarıp çıksam dost oylandım yâre Akan aylansın boyundu Zarıp çıksam dost oylandım yâre Akan aylansın Ballarım oynaydı yâre Dalçıvi eknat etti Şakballarım oynaydı yâre
Talcini ıhnati Musafir bana yıkmaydı çırağını Öz yurdin yad etti Şlaman bileğim icralı Elimam yüreğimdi Ser altınımızda aman cümler amaya Aman cümler amaya Bir kun kallap ketken yok amaya Bir kun kallap ketken yok amaya Gider ben bir bulup aman cümler amaya Aman cümler amaya Muradiga yetken yok amaya Muradiga yetken yok amaya Afyetten o ölleydu aman cümler amaya Aman cümler amaya Kökyetten o ölleydu amaya Kökyetten o ölleydu amaya Muhabbetlik alemde aman cürmer amaya Aman cürmer amaya Gönül yaşta güleydu amaya Gönül yaşta güleydu amaya Gönül yaşta güleydu amaya Assalomu alaykum. Aleykümselam. Özünüz bir tanıştırın ha? Mening ismim Abduqodir Kerem. Bu yil 30 yoshga kirdim. Yurtim Bertla oblast Chernayistin. Kasbim o'qituvchi. Ben şunda yaktuğantım nakşınızda ve avazınızda. Gepnin rastından bilsem, benim etrafımda bir neçesi muşkul avazdaki, bir neçe mayır boğaçka. Yani keyinki musafirlarda, yana özara musafir sallan gep. Aşında sebepler tüpeydim ve örlemeye kaldım, geçirim. Emniyette nakşını ait yakşı ettiniz. Rahmat. Shunda bu naqsh yaxshi etildi. Hozir shu agar bundan yaxshiroq egiz yer bor naqshni buni tanlagan bo'lsam yaxshi aytolay ekansan. Ovoz chiroyli ekan. Ashdan tanlagan bo'lsam. Bu o'zi intayin katta naqsha. Bundaq ovoz doirani ko'gil bo'lmaydi ekanda. Men shu sababdan aylanmadim. Ishqisi yo'q. Xayr. Sizga omad yor bo'lsin. Yaxshi rahmat. Fursatlar yana keladi. Xuddi sizning o'quvchilaringiz biri bitirib kelsa, yana biri kelgandek, kunlar uzun, hammani siz bilan didorlashqaymiz muayyan. Çin Nuri Biyofen Teknikisi Sultan Zaltı işlengen güzellik nemin çin güzel girin buyumları mahirlağa ahmet dileydi. Dovani tarım madaniyatları giralashgan Oqsudan biri yigit yetib keldi. U san'atchimi emas, muzikantmi emas. Amsa u kim? Nima sada yangratmoqchi? Benim bu şu sanatga bo'lgan ko'z qarashimga uydagilarni qarash emas, uydagilar qo'llaydi uni. Yaxshi natijalarni elib, yaxshi ishimga qarshi turdi. Mening shu sanatdan sir yaxshi bir tijorat qilib, bir egalik tiklab yaxshi bir ish qilish planim bor. Bu ishonch kelsak, endi men ishonch bilan keldim ham debek ancha bir tomon demasakmi, tirishman ish qilib. Bak natija qozonolmasammi, bak ko'nglim yerim ketmaydi. Şu ortiqchiligimizni namoyon qilib bag'rimizga qo'shamiz.
Dəslirdə anam bolsidi Ayağını üzümge sürse Mehri üstün kirada köyse Mehri üstün kirada köyse Uyga aziz mehmon keltirse Tasvirde anam bolsidi Uyga aziz mehmon keltirse Tasvirde anam bolsidi Nakşaysam üzümle bezle Mum döküldü anam ne esler Mum döküldü anam ne esler Dastan yazsam anam niye köyle Dertlerige anam tozidi Gülgende hikmetler yüzler Seferlerde anam bolsidi Hayır ana ahtur seferi Yerde kalmaz aman ümidi Gökte uçlar periştilerini Yüreklerine anam bolsidi Gökte uçlar periştilerini Yüreklerine anam bolsidi Ruhi külgen onu ağrılar Septirige anam bolsidi Septirde anam bolsidi Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Men Aqsu diyoridan ismim Ahad Mehmet. Akatcan, o'zing xizmat o'rning bormi yo o'qiyotgansan? Shuni bir deb bera. Shu mening xizmat o'rnim yo'q, shu tijorat bilan shug'ullanib. Tijoratchi. Nima tijorat qilsan? Tanlıq ish, shu qaysi bir narsa ipiga qas afshatib degandek. Umuman tirikchilikka necha yosh vaqtdan bundan o'sha naqsh etishni yaxshi ko'rganligini bizga deb bergan bo'lsam. Shu men shu uydagilarning deyishicha shu
4-5 yaş vaktinden başlap şu değişilerden şu ustazlarımızın nakşisi, müzikleri çıksa şu kızık anlap oturup başlatırırken ben başlangıç mektep şu 3. sınıftan başlap şu müzikada tutuşkan. Ovozing bak tatlı ekan. Muva. Chiroyli ya. Abdullah akamızdan oralardan nasıl şimdi yaxshi urilib berdingiz. Bu şu Jibek yo'li sadosiga qatnashishga muttayimiz. Nima sababdan oldu? Sizga nima turtki oldu? Shu jarayon ozroq so'zlab berasiz. Shunda bu naqsh muzikada yuristman bo'lganligimdan ham shundaqla uydagilarning qo'llab quvvatlashidan yana bir yangi shu sayohat qilish bir akasonlarning jamoani ko'rish. Meningki aylanmasligimdagi birdan bir sabab sizningki ovozingizninki tusi bek chiroyli, yiqimliq, muңliq, yuragimga badi. Lekin bu naqshini Abdullah efendim nayt voyaga yetkazib aytganligi uchun men shu naqshni anglab ko'nib qolgan. Siz hozir endi mushu ish efendim siz uchun o'rildi. Men sizniki bu tatlı ovozingizning texmo oldiga ilgirlab, yaxshi yo'llarni tepib sayohatni obdan qilg'ash. Bizni obdan ko'ryapsiz. Sebep men shu ovozingizni bir tarvish qilib, texmo oldiga ep mangdig'inimga ko'zim yetmay qoldi. Shuning uchun o'zim ishkilinib qoldim. Sizdan tovanchilik bilan kechirim so'rayman. Rahmat. Ovozingizniki o'zining intayin muva ekan. Bayatın ben o'yladim Abdullah akam aytgan narsa, lekin siz o'zingizniki ovozini maqtashtirib, o'zingizning ustobida nayt yaxshi o'rindingiz. Hissiyot jihatdan bo'lsin, ovoz jihatdan bo'lsin, o'rinlash jihatdan menga intayin hozir berdi, mening yuragimga tegdi naqshingiz. Abdullah akamdan ortiqroq o'rlatdi demoqchimisiz? Her gülün Fırqa ayrı, evet? Doğru. Minacımdan bu ilimiz Rahmat. bu ilimiz Abdullah akam o'xshash aytib qo'ygan bo'lsin, ben o'rinmasligim mumkin. Nima uchun? Chunki Abdullah Abdurim akamdan bir silam bor. Doğru. Shunga o'zining alayligini aks ettirib, o'ziniki xush ovozi meniki yuragimga tekkachga men o'rildim. Shunga naqshingizga, xush ovozingizga rahmat. Bek chiroyli aytib berdingiz ukam, rahmat. Biz ma'lumlaringizni shundoq ta'sirlangan bo'g'ishqa oldingizga o'rindiqlarimizni to'g'rilab o'tiryapmiz. Shaxsan menmi bek ta'sirlandim. Chunki bu naqshni men o'zimni yaxshi ko'raman. Bu anla to'g'risidagi naqsha yolg'iz bir shu naqshni yozgan kishining yoki ohangini ishlagan kishiningla shaxsiy anisi uchun aytgan naqsh emas. Onlardan vaqtsiz baldur ayrılib qolganlarning ichki hissiyoti aks etgan naqsha bu. Siz inim bu naqshni o'zingizdan bir barlig'ingiz bilan menimcha vujudingiz bilan aytdingiz. Men so'ramoqchi bo'lganim, burun sahnalarga chiqib boqqanmi? Şu 2012 yılı, 2009 yılı şu vilayetlik meyveler senet musabakasında sahneye çıkmadan. Uçakda dereceniz qanday bo'lgan? Uçakda şu ayrım nakş etmeden müzikçe çıkan çıkın derecelik mukabele verişken. Yaxshi, endi bu da birinchi darajalik mukofot elishingiz uchun dilimdan arzu qilaman. Menimcha bugun siz uchun aylangan ma'lumlarning hech qaysisi sizni tarbiyalash mas'uliyatidan o'zini olib qochmaydi. To'g'ri. Yana birisi hammasining qobiliyati sizni yetaklab, texmo qanot qaqtirdiganga yetishidir. Siz aldirmay hozir bir ma'lumni tanlab oling. Bulsam, hani şu tövsizlik ustazımın anasını yoqtirib anlayman. Ben Jipek yo'lida yangragan xush ovoz qalbimni larziga selib, uni tanlashimga turtki bu. Men meni tanlash supsiga sahib qilgan motivarni tanladim. Mening tanlashim yanada motivar kiyimlari,
Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik minin çin güzel girim buyumları mahirlarga omet dileydi. Ben Abdullah akamın nakışını ettim. Abdullah akam yaxshi ko'raman. Abdullah akam tanlaydi. Bir ana ahdır sepirim yerde kalmaz aman ümidim kökte uçar O't yurtida tovlangan bu yigit o'z suygisi sifatlangan muhabbat lirikasini ilib kelibdi. Hasanjonning qalbidagi ay to'lunmidi, yilolmidi. Qani, marhamat. Sizin tartışmalarınız xalq maqsadlarını, Amilbab Sıtkı maqsadlarını etsin yaxşı görmeye. Bu programın ötküzüldüğünü anlagandan keyin bir mena çoğun bir sahneye çıkıp özüm bir sınavda tirişip şu yaxşı neticeye erishish maqsadim. Yasanmayken çıraylık sen yasanmısan mı? Bana kesen yasanmayken çıraylık sen yasanmısan mı? Olgun değmem zılva buyum yarım Olgun zincir asa olmasam Olgun değmem zılva buyum bizlerni yar Olgun zincir asa olmasam Bana kese karanmayken ne de gülüm kara olguni bari Bana kese karanmayken ne de gülüm kara olguni Kesem karanmayken ne de gülüm karanlığı var Bu dünyada kızla zatım nerede sende yalgın var Bu dünyada kızla zatım nerede sende yalgın var Ettir çiçip avare bulma yarım Şaşmasam mı ettir prayse Ettir çiçip avare bulma güzel nigar Şaşmasam mı kuş prayse Bana kesen ay bulmasa
Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Özünüzü bir tanıştırın. İsmim Hasancan Satniyaz. Öyle Turpan Boyluqda. Ma tanıştırış Feyzul. Öyle Turpan da dememsiz. Neymiş bilen şoğulatsız? O'zim shu restoranlarda naqsh aytma Turpanda. İbrahim Gan'ın nakşısı ya. Yaxşı etmediniz, o'qishib aytalayotgansiz uni ustiga. Shu tuvan ovoz, shu boshlash nuqtalari davom etib ketgan bo'lsa bilan taxmin o'xshabdiki. Rahmat. Sal bo'g'ilib qoldi ya ovozini. Ish charchak ketdi pastda, yomon uzoq Saqlab hammamiz mushu ishning dardini tortyapmiz. Kechirib o'tinglar naqshchilar. Biz yana qayta ko'rishga sizni taklif qilamiz. Kelajak musobaqada taxmin yaxshi etishingizni umid qilaman. Bo'ldi, rahmat. Ulan maharet, tirişiş, çiniqish orqali ro'yobga chiqadi. Hasanjonning san'at talantini texni joriy qildirishiga tilakdoshmiz. Al ichida yoshlar orasida sadolarimiz davomli yangrab tursin. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zaltı işlengen güzellik minin çin güzel girim buyumları mahirlarga omet dileydi. Kelin Nurjan Canbula. İsminiz Polatbek Çin, hayatı nurluk bolsun degan izgü ma'nolarni tashkil qildi-jimi? Qani naqshingizni anglaylik. Gözolo Anjarsına katılmasına sebebim özümün oyumda muzika деген ұлтқа айырмайды, дінге ешқандай нәрсеге айырмайды деп ойлаймын. Сол себепті бұл жарысқа өзімнің бойымда өнерімді халыққа бір көрсетейін деп, халыққа бір әдемі ән сыйлайын деп осы жарысқа қатынасып. Тек менің әнім сіздерге шаттық сыйласа, көңілділік сыйласа дейін, мені қолдауларыңызды тілеймін. Рахмет сіздерге. Жаңбыр төкті, еш басылбай, біз келақты, бұл жолы, жол қарағым, көз ашырбай, кет алдыда. Күңгір күрек, жаңбыр төккен, ошол күндер қайда кетті, жаштығымдай жекешелігім қайрылмаздан кете бардай. Жаңбыр төкті, еске түсті, алыс қалған жаштығымдан қуантасың желекезіп қолды ұшқан ақ құшымдай. Күңгір күрек, жаңбыр төккен, ошол күндер қайда кетті, жаштығымдай жекешелігім қайрылмастан кете бардай.
keşigi kayrılmazdan kitivarday kayrılmazdan Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men ismim Nurjan Janbolatlı. Qazaq o'rinlagan naqsham Qirg'izning naqshi Jambir. Yağmur ha? Ben tas kaldım taram yağmur olup ketkili. Hakikaten. Aldıven muşu programı yürgüzatkan, muşu programda işleyatkan əmmalağa rahmet aytım pilatıda. Millet gayrımağan muşu programı yen hürmeti rahmet aytım. Isil gap qildingiz, isil gap qildingiz. Millat armag'an, yosh armag'an 16 yoshdan yuqori demoqchi bo'lsiz. Albatta bu Jipek yo'li sadosi, xush ovozlar saynasi o'zing tushunib tursangiz. Bu hargiz qaysi bir talla odamning, bir talla millatning yo bir guruhning ishi emas. Bu hammamizning, sening, mening, bu yerda bizning musobaqamizga hozir Xanzu yo'ldoshlar qatnashib o'tirdi. Qozoq bolalar kelyotdi. Mana meningmi bir qozog'im bor, mening guruhimda. Shuncha yaxshi kuchli Qirg'iz, tojik bolalar bor. Qirg'iz bolalar bor, Mening guruhimda Xanzum bor mana. Jipek yo'lidagi barliq odamlar qatnashib bo'ldi. Chet eldan, Amerikadan kelyotdi, Qozog'istondan bor. Ish qilib chekimi yo'q. Hammamizning sahnasi. Rahmat. Men san'at instituti 4-yillik o'qiyman. Nima kasbda? Kasbingiz nima? Kasbingiz? Muzika ma'rifi. Muzika ma'rifi. Yaxshi bolalar chiqyapti, muzika ma'rifi. To'g'ri. Rahmat. Xo'p, hozir tanlash huquqini sizga berdim. Ben bu sanatni yaxshi ko'rgandan boshlab, o'sha Shinjongda Erkin akamning naqshlarini chiqargan. Sizning qo'lingizda. Uyg'ur tilidagi programmada qozoq yigiti qirg'izcha naqsha o'rlab, hammamizni hayron qoldirdi-da. Endi ustozingiz Erkin Abdulla apandidan ta'lim olsangiz, texnik ko'p tarafli talant egisi bo'lib yetishib chiqareksiz. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik minin Çin güzel grim buyumları mahirlağa ahmet dileydim. O'xshash ismliklar jiqda bu yigitning ismi Mavlon Mamtini. Bu yigit necha ming metr cho'nqurliklarda yerning markazidagi tuyg'ularni his qila oladi. Uning sadolari cho'nqurliklardan chiqib, yuksak egizlarda yangrab ketsin. Shun bo'lsa, naqsh aytish, to'p o'ynash, futbol tepish. Men bu programmani televizor ekranida ilansida ko'rib, ya'ni kep mening bu tunji sahnaga chiqishim bo'lganligi uchun do'stlarimning qo'llashi, o'yliklarimning qo'llab-quvvatlashi bilan bu programmaga qatnashdim. Bu programmaga qatnashib yaxshi natija erishishga ishonchim bor. Meni sen de keşti digenge
Şinipsen şu çaldıran Mini sendi keşti digenge Şinipsen şu çaldıran Ümidini yüzüp minimden Hem yürüpsen şunca yasıran Ümidini yüzüp minimden Hem yürüpsen şunca yasıran Sevgi degan qandoq yashnasin shunchalikmi ishonch bo'lsa sevgi degan qandoq yashnasin shunchalikmi ishonch bo'lsa Chin haqiqiy mehr söyleyen Yüreklerim kanıp durmasa Chin haqiqiy mehr söyleyen Yüreklerim kanıp durmasa Sen benim sadaqatimga Tanbasayli hayat yo'lini Tanbasayli hayat yo'lini Ahdim sana tanlıq bir ömür Sunup ötey sevgi gününü Ahdim sana tanlıq bir ömür Sunup ötey sevgi gününü Sunup ötey sevgi gününü Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani to'ysayli. İsmim Mevlam Mehmet'min. Bu yıl 23 yaş. Hizmetim kan işçisi. Rahmat. Japa keshkensiz, ha? Qanday ishlarda yozga o'xshamanda. Yok, bu müzikasini mening bir yaqin hamda yosh naqshi yetilayotgan Olamca Ali G'ofur ishlagan she'ri Saadet Sattar Aytuq adashniki. Shu qarsam shu shundoq bir seg'inish hissiyoti bor bu naqshda. Shunaqa, ha? Shundoq. Ата-аналарыңызга дейдиган рахмет сөзлөрүңүз бармы? Mening ota-onamga deydigan yurak so'zim bo'lsa, meni uning meni qo'llab-quvvatlab berganiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Yana mening ayolimning hamda To'y qildingizmi? To'y qildim. Shu
ayollarga da'vat etsa degan gaplar. Ya ota-onamgami chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Ham ayolimga, ham ayolimning, ham mening qaynopam, qaynotamlarga, hammalarga qo'llab berganligiga ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Yaxshi yigit. Sizlar bir baxtli bir oila ekansizlar. Shuni o'zim bir baxt, shundaqmi? Shunday. Afsuslanmaysizmi? Ya afsuslanmayman. Yo'q, menimcha afsuslanishlik degan hech qanday yo'q. Chunki abay aytgandek bir do'stining, ijodiyatchi bir do'stining asari bu shundaqmi? Shunday. Bu asarni o'zining ovozi orqali jahon ahliga sunganning o'zi birinchi qadam, bir muvaffaqiyatli birinchi qadam. Shunday. Har qanday ishning tunji qadami ta'sir bo'ladi, mushkul bo'ladi, jafoliq bo'ladi, balkim o'ngishsiz bo'ldi. Sening menimcha xil o'ngishli bo'ldi. Men sen kichikgina fikr berman. Bir yashing kichik dahi. Sizlarni yaxshi bir umr, bir jup baxtliklardan bo'lib o'tishinglar uchun dilimiz bilan tilakdoshlik bildirishlar. Naqshini ko'proq mashq qilgan. Ma'qul. Mushu naqshini sen ham mashq qilganligi o'zingda faqat Shunday. Qanchalik bo'ldi naqsh o'qiyotganlar? Men tunji mundaq sahnaga qatnashib boqishim. Men bundan burun sahnaga chiqib boqmagan. Voy. Alomat g'ayrat qutsa fikrim. Rahmat. Alomat g'ayrat qutsa, g'ayrat etgansiz. G'ayratingizga barakalloh. Rahmat. Barak bo'lsin. Rahmat sizga Mavlon Mamtimi. Sizning yiqimliq kuylaringiz sahnamizga harorat baxsh etdi. Sizga omad yor bo'lsin. Çin Nuri Biyopan Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik nenin çin güzel birim buyumları mahirlarga omad dileydi. Bu yigit Akbar Anvar bo'ladi. U Xotandan keldi. U ilgari Abdullah ansamblida gitar çalatdi. Bugun bizga barcha qo'yili degan naqshni aytib bermoqchi. Qani sizga omad yor bo'lsin. Mening eng yaxshi ko'radigan ishim bo'lsa, gitar chalish va naqsh muzika aytishni eng yaxshi ko'raman. Qarsam körinen dubala var çok yolda toğra var çok yolda yaxshi ko'rsang ketarman mubala yomon ko'rsang ketayniroq yomon ko'rsang ketayniroq qarsam ko'ringlar mubala bar çok yo'lda
Var çok yolda muna oturup rasa oyla bala haysimiz baguna haysimiz baguna Gidermen gu bala yanında gidermen gu yanım diyen gidermen gu Yaş görsen yanında men bala Yaman küsen giteynir Yaman küsen giteynir Oturup rasa oyla bala Yaman küsen giteynir Yaman küsen giteynir Yaman küsen giteynir Assalamu alaikum. Va alaykum assalom. Mening ismim Akbar Anvar bo'ldi. Bu yil 24 yoshga kirdim. O'zim Xotan diyaridan. Hozir Lopnaylik san'at umumida xizmat qilyapman. Nima kasb qilyapsiz? Hozir shu asosliq gitar bilan naqsha kasb bilan shug'ullanyapman. Bir şey sorulay. Am bir şeydeki çalan gitar solo. Küşekli emlakta bu müzikaya taza yiyişmeydi. Şunu ben özen düşünelim ya ki sizinki ifade etmek olan derseniz belki meys kılamazsın mümkün. Şunu neymiş ki? Bu naqshningki başlanışı asli idealdan çaldım solo kısmını. Ondan keyin solo qismi oxirlashgandan keyin o'zim ilqiyamish naqsha ay kuydan boshlangan naqsha solo qismi oxirlashgandan keyin men ayga tushib ketadigan bir yavatdi shu naqshaga moslashtirib kirib ketadigan ashani yaxshi ifodalamay qilib qoldim Lekin Dehqon perdesi bek tez chiqdi. O gitarda ketkizayotgan yering mayli. O özlem terbiyeli olma. Kuyunu almıştırdığı yerlerin hoş olmaz. Ya onlar da sen Abdullah kan bu yaxşı çaldı gitarını sen de çalmagan bile ayrım vaxtadı çöpürdük peyz çaldı Abdullah kanla. Ya bu gitar to'g'riliq sana poat olmaydi. Men aş Akbargim poat olmayman. Ey brother. Men o'rindim. Oyna kasap soysun neden yapma. Abdullah benim to'g'ri. Men ma inimni tuniyman. Bu mening gitarcham. Hozir endi Lopnaysda xizmat qilayotgan bo'lg'achqa biz uzun bo'ldi aloqa qilishamiz. Mush Akbarning musobaqaga kelganini men rost bilmabdiman.
Gitarni Abdulla akam degan mi? Men buni jurgitiga gapni qilib boqayman. Men bilsam agar, men mush inimni tushansam, to'g'ri topa olgan bo'laman. Sen tanlig'isi bor. Lekin bir nima degan olmaydi. Lekin mening his qilishimcha, o'zimcha. Chunki bu gitarist bu mening ansamblimda tug'an vaqtidami, shu seningki gitarlarga nihoyatda bak hurmat qiladi. Muzikani Unda o'sib moklo qo'shaqidi. Sana shunda qo'shaqidi. Ammo lekin men ishni buzayotgan bir ayol bormi? Ya biz o ayollarni bek hurmatlaymiz. Endi Nurlisaning naqshlig'imi amroqda, ma rost gap. Rasman. Bunun bir xijilchiligi bo'lyotdi. Abdulla akamni tanlamasam qanday bo'larmi ya deb. Endi bu ideyani men buningga men o'zim o'rgatgan. Rost. Men o'rgatmagan, bu mening diskamda o'rganibdi. Unda bo'lsa Abdulla aka inizmi xijil qilmay. Men bu to'g'ri oxirida yana sizni tanlaysiz. Men xijil qilmay. O'zim tanlasam. Bo'pti. Qani bumi aktyormi bir ko'ray. Bulda men bu hurmatlik to'rt ustozningki o'rilib qilib qolsa, o'zimninki ko'ngliga pukkan ustozim bor edi. Mening tanlashim Cho'talar bilan rasm tushish intayin ko'ngillik bir ish. Hada, qanaqa tirchashdingiz? Atramas turgan Mehri. Diqqat! Mehri? Mehri bilan shadrinar odam, mehri bilan faxrinar qadam. Hamramullo barcha hammaga, mehrlarga to'lsin alam. Mehr olaydi sulton parashuga har bir oilaga mehr ato qilg'us. Ikki qush ovoz meni chilladi. Saharning yediga to'ymagan zo'q bilan al mehriga giralashgan asno, dilim zo'q, uchamg'i libos al zo'q bilan billa manzilga qarab atlandim. Al zo'q ki Erkin Abdulla efendi. Yaxshi ko'rsam yanimda Aytarjon, ovozingizni daftarmisiz? Erkin Abdulla akandiga ergishib, orzularingizni ro'yobga chiqargaysiz. Akbar Anvardagi cho'g'dak qiziqishni Erkin akandining yolqinlik o'tga aylantirishiga ishonamiz.